O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qarori iqtisodiyot tarmoqlarida, davlat idoralarida, ijtimoiy soha obyektlarida, shuningdek aholi xonadonlarida energiya tejamkorligi va samaradorligini yanada oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'yicha joylarda hududiy shtablar faoliyat olib bormoqda. Energiya balansini ishlab chiqish, ularning ko'rsatkichlarini bajarish, energiya tejash dasturlari ijrosini ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tashkil qilingan Quva tumani idoralararo ishchi guruhlari faoliyati Bosh prokuratura boshqarma prokurori tomonidan o'rganildi. Yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanishni oldini olish, energiya samaradorligini oshirish yuzasidan tashkil etilgan shtabga asosan tuman prokuraturasi shtabida 15 ta tashkilotdan tashkil topgan shtab tashkil etilib, ushbu tashkilotlar o'z ish joyidan tuman prokuraturasi shtabiga kelib, oyma-oy barcha aholi, tadbirkorlar hamda ijtimoiy soha obyektlarida yoqilg'i energiya balansini ishlab chiqildi. Ushbu orqali tuman prokuraturasida ishlar tashkil qilingan bo'lib, energiya balansini ishlab chiqish bo'yicha ijtimoiy sohalardagi limitlar o'rganildi. Jumladan, maktabgacha ta'lim hamda sog'liqni saqlash vazirligi tashkilotlarida energiya limiti balansi bo'yicha ishlar olib borilib, yanvar, fevral, mart oyidagi limitlardan ko'ra hozirgi aprel oyidagi limitimizda kamayishlarga erishildi. Qaror ijrosini ta'minlash barobarida hududlarda iste'molchilarni muqobil energiya resurslaridan foydalanishga o'tkazish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni o'rnatish orqali 2,5 milliard kilovatt-soat elektr energiyasini va 1,1 milliard metr kub tabiiy gazni iqtisod qilishga erishiladi. Quva tumanida ham iste'molchilar tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalaridan foydalanish hamda qo'shimcha quyosh panellarini va quyosh kollektorlarini o'rnatish hisobiga elektr energiyasini tejash borasida qator ishlar amalga oshirilyapti. Masalan, tumandagi Pandigon mahalla fuqarolar yig'inida meva saqlash ombori uchun yangi tejamkor bo'lgan transformator punkti o'rnatildi. Hududdagi elektr sim uzatgichlar esa tejamkoriga almashtirilyapti. 35 ga 10 podstansiyalik Akbarobod podstansiyasidan chiquvchi 10 kilovoltli Fedor Qoraqumni 3 kilometr qismida AES 50 mm2 elektr uzatish tarmog'iga almashtiryapmiz. Simlarini yangilab, PSO simini tarmoqdan olib tashlayapmiz. Almashtirishimizning sababi elektr energiyasini Qoraqum MFE'da aholi va ulgurji iste'molchilar bir oyda 1 million kilovat elektr energiyasi iste'mol qiladi. Bunda elektr energiyasini yo'qotishlari 19.1% tashkil qilyapti. Biz bu almashtirishimiz oqibatida elektr energiyasini iqtisod qilishni 2,2% ga yo'qotilishini kamaytirgan bo'lamiz hamda 1 yil mobaynida 53 ming kilovat-soat elektr energiyasini iqtisod qilgan bo'lamiz. Bu oyiga 5300 kilovat soatni tashkil qiladi. Summada esa 57 million 510 ming so'm mablag' bo'ladi. Shu mablag' iqtisod qilinadi 1 yil davomida. Mazkur muhim hujjatda quyosh panellarini o'rnatish orqali ham energiya resurslarining iqtisod qilinishi ko'zda tutilgan. Bunday qurilmalarning binolar tom qismi va bo'sh maydonlarga o'rnatilganligi ishlash jarayonida shovqinsiz bo'lishini ta'minlaydi. Bu kabi zamonaviy vositalar u o'rnatilgan joyda uzluksiz elektr energiyasi va issiq suv bo'lishiga xizmat qiladi. Mahallamizda, qishlog'imizda quyosh panellarini o'rnatganlar soni ko'payib bormoqda. Shularni ko'rib, biz ham xonadonimizga 5 kilovatli quyosh panellarini o'rnatishga qaror qildik. Bundan maqsad elektr energiyasini tejash hamda davlatga sotib daromad qilish. Shuningdek, tumanda quyosh panellarini o'rnatish, geokollektorlar, tejamkor qurilmalar o'rnatishlar olib borilmoqda. Borib ko'rgan xonadonimizga 5 kilovat, shuningdek, yana qo'shni xonadonga 10 kilovat bo'lgan quyosh panellari o'rnatish orqali fuqarolarni yangi tejamkor uskunalarga bo'lgan ishonchini oshirishga olib kelmoqda. Bundan tashqari, tuman rejasiga 1400 litr geokollektor qurilmalarini o'rnatish belgilangan bo'lib, hozirda mazkur reja 100% ga bajarilib, 1400 litr geokollektorlar tumandagi aholi xonadonlari, ijtimoiy soha obyektlari, shuningdek tadbirkorlarga o'rnatilib berildi.
Qarorda yurtimizdagi aholisi ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lgan 300 ta mahallada kichik quvvatli fotoelektr stansiyalarini barpo etish hisobiga 45 million metr kub tabiiy gazni tejash vazifalari ham mutasaddilarga yuklatilgan. Tumandagi Bahor mahalla fuqarolar yig'ini Anorzor qishlog'ida gazga ulangan iste'molchi soni 296 tani tashkil etib, bu yerga o'rnatilgan yangi moslama tabiiy gazni iqtisod bo'lishini ta'minlaydi. Tejamkor garelkalarni o'rnatish, aholi xonadonlarida tabiiy gaz bilan me'yorda yetkazib berish maqsadida 3 bosqichlikdan 2 bosqichda o'tkazdik-da, uychalar tashkil qildik. Tabiiy gaz iqtisod qilish bo'yicha bu narsalar tashkil qilindi. Soykelda yangi hayot mahallalarimizga ham keyingi kunlarga o'rnatish rejamizda bor. Shu narsalarni tashkil qilmoqchimiz. Bu asosan qaror ijrosini ta'minlash, gaz resurslarini iqtisod qilish bo'yicha bu ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari gaz sizib chiqish joylari aniqlanib, ikkita joyda 70 ming kub metrdan ziyod gaz sizib chiqish oldini olindi. Bahor MFE hududidagi 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazilgan bo'lib, bu orqali fuqarolarga gaz yetkazib berishi, shuningdek gazdan noqonuniy foydalanishlar, gazning ortiqcha sarflar, gaz sizib chiqishini oldi olindi. Prezidentimizning qaroriga asosan tashkil etilgan shtabning asosiy vazifalaridan biri bu energiya tejamkorlikka erishish, noqonuniy elektr va gazdan foydalanishlarni oldini olish, shuningdek tumandagi energiya balansiniga erishish, ya'ni tumanga kirib kelayotgan elektr va gaz energiyasining aholi xonadonlariga noqonuniy holatlarga yo'l qo'ymasdan, shuningdek gaz sizib chiqishlar, yo'qotishlarni oldini olgan holda yetkazib berish. Shtabning mazkur yo'nalishlardagi barcha asosiy maqsadi fuqarolarning farovon yashashi, shuningdek elektr, gaz bilan me'yorda o'z vaqtida ta'minlanib turishiga qaratilgan. Qaror ijrosini ta'minlash, hudud va tarmoqlar kesimida energiya resurslarini iqtisod qilish rejalarini bajarishdagi tizimli muammolarni mahalla, tuman, viloyat, respublika tamoyili asosida o'rganib borish va ularni bartaraf etish galdagi muhim vazifalardir. Maqsad odamlar roziligiga erishish va aholi farovonligiga hissa qo'shishdir.